Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'p, yangi ishlarni boshladik. Ko'p qavatli binoni bir xonadonini to'liq mebel bilan jihozlaymiz. Inshaalloh kirorish bexoshkasi bor. Mana bu hammasi oshxonaniki detallari. Mana bu mehmonxonaniki, TV zonaga, televizor postavka hamda yonida oynali eshikda shkafi bo'ladi va ikkita yotoqxona bolajonlar uchun va bitta kattalar yotoqxonasi bo'ladi. Xo'p. Bu oshxona mebeli oq MDF dan bo'lyapti korpuslari va ba'zi joylari, ko'rinadigan joylari dubvatan MDF lardan bo'lyapti. Ikkinchi etajli fasadlari ham dubvatan MDF dan bo'lyapti. Birinchi etaj hamda uchinchi etaj fasadlari Deluxe Grey deb nomlanadigan akrildan bo'lyapti. Kashtandagi emanda akrillardan bo'lyapti. Xo'p, bu oshxona mebelimiz ruchkasiz bo'lyapti. Mana chizib tayyorlab qo'yganman. Bularni endi qo'yib olib tashlaymiz va mana bu profillarni joylashtiramiz. Bu profillar uzun bo'ladi. Bu profillarni joylashtiramiz. Va ruchkasi holat bo'ladi. Mana bu holatda kesamiz. Furnituralari ham bor. Hamma furnituralari shu yerda, mana profillari. Inshaalloh chiroyli holatlarda sifatli qilib bajarib beramiz. Oshxona mebelidan boshlab. Xo'p. Mana bu oshxona mebelimiz tayyor. Bularni endi o'rnatib, ustoga qilib bersak bo'ldi. Mana bu TV zona bu ham tayyor. Bu osma bo'ladi. Tortmalari. Mana bu shkafi oynali bo'ladi. Prixoshka ham tayyor. Prixoshka ham tayyor mana. Buni ham olib borib o'rnatib bersak bo'ldi. Xo'p, mana bu detallar bu ham chiqdi. Bu detskiy o'sha xonadonga ikkita detskiy. Mana bu kashmir LDSPdan, bu kattalar spanisi, bu seriya kamin deb aytiladi. Chiroyli rang. Endi ertadan bularni boshlaymiz. Dizona, prixoshka, kuxnyani ertaga olib borib qo'yib qo'yamiz. Keyin o'rnatib beramiz. Xo'p, ikkita bolalar yotoqxonasi tayyor. Kattalar yotoqxonasi ham tayyor. Kashmir hammasini teshib, tayyorlab, krepingilarini teshib tayyorlab qo'yganmiz. Fasadlari ham mana petlilarga ochilgan, katta fasadlar ham petlilarga ochilgan. Mana bu partasi ham tayyor. Bu o'sha shkafni oldida turadi, yonma-yon. Shkafga qotirib qo'yamiz. Bittaning kichkina tortmasi bor. Tortmalar hammasi davodchilik, sifatlari yaxshi. Mana bu ikkita tumbichka shu bolalar yotoqxonasiga, har bitta xonaga bittadan. Davodchilik, sifati yaxshi. Xo'p, endi navbat shu kattalar yotoqxonasini kravatini spinkasiga, podголовникka mana patologgacha bo'ladi. Gubkalarini qirqib endi displeylarga klaylab majara urasi bo'ldi. Mana bu yerda gubkalarni olib chiqib yoyib qo'ydim. Bularni yangi upakopkadan ochdim. Upakopkada pachaq bo'ladi. Quyoshga qo'ysa bular yana ko'tariladi, o'zining holatiga keladi. Shu podголовник tayyor bo'lsa, olib borib ustoga qilib beramiz inshaalloh. Xo'p, mana bugundan juma ishlarni boshladik. Mana shu yerga 3 etajli qilib kuxnyani qilamiz. Xo'p.
zalga mana ikki TV zona, keyin bitta oynali shkaf bo'ladi. Mana shu hamma narsani yig'amiz. Keyin mana ikki prixoshka yig'amiz. Mana bu kattalarda spalnisi, bitta kattalar spalnisi bo'ladi. Mana bu garderob. Hop, mana bu ham detskiy spalni. Chiroqlar yoqmabdi-ku, ratishga. Hop, mana bu yana bitta detskiy spalni. Mana bu yerda shkaf, bu yerda kravat, mana bu yerda nima deydi, parta bo'ladi. Mana bu chunki mana bu yerda bitta kravat bo'ladi. Mana bu yerda bitta shkaf bo'ladi. 5-etaj bilan bir xil, 5-etajga yaqinda qilib bergandik. Endi to'g'riga qilyapmiz. Egizak domlar. Mebellari ham deyarli bir xil. Kuxnadan boshladik. Hop, issiqlarda mana ishlayapmiz. Kattalarda to'xonasini qilyapman. Mana buni ilib oldik, mana o'rtasida tillosi bo'ladi o'zlari. Endi uni ikkita chekkaga to'michgani. Keyin mana bu trimoni ilsak, o'zgusini ham ilamiz. Shu bilan bet bo'ladi. Garderob mana bo'ldi. Aytganim teppa bilan bir xil garderobi. Bet tayyor bet. Endi turbasini qo'ysa bo'lmaydi. Ukamiz endi mana bu detskiy, birinchi detskiyni mana shkafini yig'yaptilar. Mana ishga tushadi. Bitta kravat. Keyin navbat ikkinchi detskiy keladi. Prixoshkaga keladi navbat. Mana bu mehmonxonaga keladi. Mana bu ham deyarli bo'ldi. Rakvina qo'yish kerak, rakvina olib kelish kerak. Keyin mana bu yerga texnikalar qo'yish kerak, fasadlar qo'yish kerak. Shu bilan betam bo'ladi. Hop. Masalan, mana o'sha tumbichkalarni osma qilib ilaman. Tayyor. Dirilladi hozir. Ilib tashlaymiz. Hop, ishlarni mana tugatdik, yakunladik. Oshxonada ozgina ish qoldi, ya'ni mikrovalnovkani qo'yish qoldi, lekin hali kelgani yo'q. Kattalarda spalnisi to'liq bo'ldi. Visachi tumbalar hamma yoqni ilib tashladik. Mana bular ham visachi spinkalar, bu ochiladi. Turibdi joyida. Garderob tippa bilan bir xil garderobimiz. Garderob ham tayyor, foydalansa bo'laveradi. Xullas, kattalar spalnisi bo'ldi. Hop, kichkinalarda birinchi spalnisi ham bo'ldi. Bolalar yo'lga partasi, mana bu shkaflari tayyor. Hop, shkafning o'rtasida polka. Mana bu tortmalar bu. Kattagina tortmalar. Davodchili. Eshiklar ham davodchili. Ikkita yoni veshilka. Ayam veshilka. Endi mana buni tepasiga kitob qo'ygani. Visachi osma yashil yaxshi bo'ladi.
Kravat tayyor. Kravat ham tepaga ochiladi. Sandiqlik. Tombichkalar. Salaskalar. Davatchilik. Betam tayyor. İkinci yotoqxona ham mana tayyor. Bu ham kravat ko'tariladi. Tumbichkasi. Bir xil ranglari ham bir xil birinchi yotoqxona bilan. Mana bu shkaf ham tayyor. Shkafi birinchisi polka, bu ikkitali veshilka. Bitta tepasida polkasi ham bor. Uzun ruchkalar, tepalar tiponda. Prixoshkamiz tepani o'zi kopiyasi tepada prixoshkani. Sal bo'yi 5 santimetrga pastroq bo'lishi mumkin, lekin bir xil bo'yi. Ko'rinishi bir xil degani. Hop, oyoq kiyim qo'ygani. Mana bunisi veshilka tayyor. Tepa tipon. Ham bo'ldi. Tayyor. Zalam tayyor. Osma tepa sapka va oynali shkaf, ichida polkalar ham o'ynaydi. Mana bu yerda polkasi Elvis bilan. Bu ham tayyor. Endi betga taraf qo'yiladi, televizor qo'yiladi. Tamom, betdan foydalanishga tayyor. Hop, oshxonamiz ham deyarli tayyor. Faqat mikro'lnovka kerak. Avtomat kir yuvish mashinasi kerak. Qolgan joylari tayyor. Bez ruchka holatda. Eshiklari tiponda. Tepa eshiklar pastdan ochilaveradi. Tepa eshiklarimiz tiponda ular ham. Mana shu ikkita texnikani olib kelsak, bu ham tayyor.